Mana qizlar buga o'zinglarga yeshinglarni 18 yoshga o'sib beradigan shunchalik tatliq o'maq chiqqan boshqalar ko'rdigan bo'lsa oldiga qarab bulbuldek sayraydigan Xiaomi Yanzhouning tafsili riskiga nab keldim deyman. Ammo lekin manda payzigir bilan chiqib bergandan keyin manda bir Denzhen Shulsan Guanchularni qilib o'tib ketmasanglar sat turdi ha. Qachon patlardi yuk taqingizni ko'tarib maktabning old darvozasida bulbulda ko'zingizni tut qilib qarab tursiz. Shu manda payzigir bilan o'maq bilan chiqib bergandan keyin Denzhen Shulsan qilib ato'ga maktab bordigan vaqt shalaq echiblam qilib boramiz deyman ha. Ams qizlar sizlarning go'zalligingiz uchun kirimizni boshlab ketaylik. Eng avval ko'zinglarni degan 10 darajada yo'g'on ko'rsatib berilgan meytonlarimizni taqib olamiz. Hozirgacha meyton to'qash to'qmaydigan cho'kallar ham qo'lingizni ko'zingizni qarab turib chiqish ketim tiqib bersangiz o'rganib qolasiz ha. Andan keyin o'zingizning ishlatayotgan bu shoy punvo bilamdi va yoki bu shoy ru bilamdi yuzimizga bir qatim berib olgandan keyin o'zimizning TT-shonlarni sökib olamiz. Mana o'xshash TT-shon, PP-shonni sökimizni tushib o'g'ich maylaringiz eqib ketadigan ish chiqadi ha. Andan keyin mushu yilining quymoqlaridek shunda fandiylarimizni yuzimizga chepib mushtaq cho'tkida berib sirlab olamiz. Qo'linglarda basanlarmi bo'ldi. Mushundaq bulutlarimizni urib sindirib olgandan keyin mushunga o'xshash fambinglarimizni yana bir qatim tingjon qilib olamiz. Tingjon qilib olgandan keyin mush tingjonlarimiz degan oydek ichilik tutib. Andan keyin men qassiz ko'tabga to'xtayman. Qishinglarni yasashdan burun menda cho'tkalar bir qatim supurib yitinglar, maylarlarni juq qilib qoladi. Qishimizni bir qatim supurib atgandan keyin mushunga o'xshash payiz chiqqan qash qalamlarimizda mush qishimizning oldiy quyruq taraflarini ancha-muncha to'liqlab sizib olamiz. Sizib olgandan keyin mushunga o'xshash mushtacha ancha-muncha seriq qizlar rameykalarimizni berib olamiz ha. Bu misma chechimiz seriq, qishimiz qara, ikkisi yarashmaydi. Andan keyin mushunga o'xshash sho'rompani elib burnonlarning ikki tarafida mushunda past qartib tushirib lam mush burnonlarning uchun degan mushta yasab ketsizlar. Ishqilib jon sho'qandek yasab ketimiz bu burun deganni mushtaq mangshaq burun bulamsiz, yo'g'an burun bulamsiz, qanday burun bo'lsangiz ishqib yasasangiz bo'ldi. Mushta cho'tkani bir avlib bir yasaqol to'san bir damdan ichida yasayibsizlar ha. Andan keyin mushunga o'xshash sho'rompaning ichiga oqrangni elib ko'zimizning old taraflarini mushunda qoladi degan shunda chaqqaloq bilan tilyan qilib ketibamizda bu yerda ha. Suratimiz bu yerda. Andan keyin mush sho'rompaning ichiga tilyan qavg'alarni elib burnimizning uchiga, burnimizning ust tarafiga ancha-muncha berib olamiz. Berib olgandan keyin sho'ronlarimizni bitta qizlar. Andan keyin men yazilning sayxonsini elib ko'rsanglar bo'ldi shunchalik qavdan ha bir xil payiz qilib. Andan keyin sayxonlarni elib lamush burnimizning uch taraflariga, inkimizga, ko'zimizning qopoqlarimizning ost taraf mush sayxonlarimizni buroqlab beryapmizda. Yeychen ampaylam qolyapmiz mishadami nasni. Andan keyin men ultralikning ichidagi paqraqlarni elib qopog'imizning ust tarafiga berib olamiz. Mana buling payiz chiqadi paqrab turib. Andan keyin mushunga o'xshash razni elib, ichidagi qizilroqlarni elib mishada shajarlarimizni sizib chiqarib olamiz. Shajarlarimizni sizib chiqarib olgandan keyin o'zimizning votanlarni sizib ko'tab ketdi. Men votan sizga vaqt azra kulimsirsanglar chiqdi mushtaq votanning ostidagi bir siziq. Asha siziqni bo'ylab siz o'ylab andan keyin tilyan qilib olsanglar mush votanlarni putib ketadi. Putib ketgandan keyin nima qilamiz? Yanshansiz ko'tab ketdik. Men yanshansiz uqmaydigan qizlar chiqqanda kesib o'tmaylam chiqarib berdim. Sizlarni ko'rmay qolmasin deb. Mush quyruqdan tortib chiqarib elib ust tarafdan quyruq tarafga ulab o'tirni. Am shundaq teman qilib olsanglar yanshangizni putib qoladi. Andan keyin men yanjo chiqarish uqmaydigan qizlar ko'zingizning old tarafini azroq tortib yanjoni sizib chiqarib olgandan keyin men o'xshash mushu shajemon choplamaydigan qizlar men o'xshash mushta sizib qilib olsanglar bo'ldi. Chaplashni qilib qatdim, lekin sizlar sizishni chiqarib berdim. Ko'rsanglar bo'ldi. Hech qanday kesmaga holatda jovchingsini chiqarib berdim. Ammo shunda holatda sizib chestay qilib olgandan keyin kirpiklarimizni egib olamizda. Bu yerda anadagi laklarimizni bir qatim tadi qilib olamiz. Tadi qilib olgandan keyin ama qarmalikining jajimosdan mushta qopog'imizga chaplab, mush kirpigimizning ustiga chaplab ketib bormizda. Ashqilib dashat payziga bak yaqtudim bu jajimoni. Andan keyin mushu ashasiz olgan shajimoning ust tarafga mushajirni yenshan bir azroq qiynoq qilib olamiz. Qiynoq qilib olgandan keyin sayxonlarimizni ancha-muncha bir qora yana bir qatim jashin qilib atgandan keyin ammo shunga o'xshash sho'rompaning ichidagi to'xurani elib, ammo shu Lego Falling degandagi yalan ancha-muncha tilyan qilib olamiz. Bir qora supurmatmasak kirimiz qasmoq chiqib qoladi ha. Andan keyin mush shanbada eg'izimizning shaklini sizib chiqarib olgandan keyin ammo shu o'zimizning eg'iziga mos kelgan, mush kirimiga mos